Alinur tug'ilib o'sgan, kindiq qini to'kilgan, ajoyib xushalliq ham fojialar qaror topgan daryo bo'yi ko'chasidagi mehri illiq uyiga tushdi. U mo'misi Gulsumxon, akallari Asqar, Akbar, yangi Sabohat, ularning balalari Ahmadjon, Habibalar bilan quchoqlashib, yig'ilishib ko'rishdi. O'yli ichi shodliq, yig'izori bilan to'ldi. Alinur mo'misiga esilib, zodila qo'yib bermadi. Mo'mayning mazgilsiz oqirib ketgan chochlariga yuzlarini suvab, uning tunish hitlari dimog'iga urilgan siri o'pkisi o'rilib, yoshlarini uzungacha to'xtata olmadi. Ular Sabohatning tushga ulgurtib etgan hardoq eshini ichib, parangga tushgandila Alinur akelgan sovg'atlarini hammasiga tarqatib berdi. Uyda boshqadala xushalliq, kulgilar ko'tarildi. Alinur dadasining nomardliklarini, Bilqut xazinasi, Gulnisoning rasvochiliklarini aytishni xohlamadi. Faqat ular to'g'riliq so'ralgan savollarga dadasining 1 yil oldida ishkirga kirib ketib, qaytib kelmaganligini, Gulnisoning oshxona ichayotganligi, o'zining bir yoqdan ishlab ham o'qiyotganligi qatorliq rost yolg'on so'zlar bilan kifoyalandi. Bu gapcha dadangning uyida turmabsan-da, qizim, so'radi Gulsumxon. Gulnisoxonnimi yaqin orada ko'rmagan o'xshaysan? Yo'q, nima, ko'rmadim. Alinur gap yasadi. Ishlab ham o'qiyotgan yerimga dadamning uyi yiroq bo'lg'achqa bir do'stimning uyida turyapman. Apilatdan onamlarni yo'qlab qo'yasiz? Dedi Sabohat Alinurga. Abdusamad akamning 2 bolasi bo'ldi. Onamning kenjisi Eli do'stmi o'rta maktabda o'qiyotdi. Men 10 kunliklik keldim, qiladigan azroq ishlarim bor, dedi Alinur. Shularni tugitib bitib, andan cho'qim boraman. Nemish bilan keldim, bolam? Gulsumxon navrisiga qaradi. Texi 10 kunliklik kelsan, bilsang qonmayli ketib qoladigan o'xshaysan. Alinur sanglisi Muniraning bola beqiyotganligini anglagandan keyin ta'xirsiz kelganligini, uni Nurtay hojimning yetimlar maktabiga olib berib o'qitmoqchi ekanligi, agar bu ish uxtasiga chiqmaganda Urumchiga aktilganligini so'zlaganda Gulsumxonning yuzlaridan mo'ldirlab yosh to'kildi. Ham Muniraning qayerda, kimning uyda turayotganligini aytib berdi. Voy canım balam, bağrım yumuşak kızım. Gulsumxon Alinurni bag'riga besib, peshonasiga so'ydi. Ömrüm o'xshamusun. Opam Gulbanimmi bekmi kuyimchan edi. Pah pah, ovozlaring, kulishlaring, nemish turishlaringga shunchalar o'xshagan bormi? Alinur shu kuni kechda singlisi Munirani qaytirib akkalab oldi. Qisqa qumur chochlari budur, yumaloq yuz, bug'doy o'ng, o'ruq bu qiz putining tapini ko'tirib panjisida manqonlik uchun xeyli asqaydi. Kichkidan tartib opasining nolisarini ko'p anglab, yuragi ezilib ketganmi nima? U davomliq yer beqib yetirqabda turadi. Ham bir kim o'llikrab gap qilsimi cho'chib, tamtirab qolatdi. Mo'misi bilan bir kecha mung tushib yotgan Alinur atsi atdiganlik choydan keyin singlisi Munirani boshlab cho'ng ko'chaga chiqdi-da, men bosqa o'ltirib yurib ketdi. Nurtay hojimning yetimlar maktabi Eli daryo ko'vrigiga yaqin bo'lib, keng asfalt yo'lning so'l tarafida qad ko'tarib turadi. Ancha yiroq bo'lmagan orliqdan hayvatlik ko'rinib turadigan kechalari daryo shovqinlari anglanib turadi. Maktab atrofi to'mir reshatka bilan ahodi qilingan edi.
Ali Nur darvozadan kirib, xabarlashish bo'limida o'zini tizimga oldirgandan keyin oldidagi oq binoga yurib ketdi. U boshqalardan so'rash orqali o'quvchilar uyushmasi ishxonasi oldiga kelib, eshikni chekdi. Ichkaridan kirim degan ijozatni anglagandan keyin singlisini boshlab kiradi. Ishxonada o'ttiri bo'y, ot yuzlik, 40 yoshlar chamasida bir o'ltiradi. U Ali Nurga o'rindiqni ishora qilib, "Nemishingiz bor" degandek ko'zlarini tikdi. Uning chiroyidan "Hajab, bemahal vaqt keldi" degandek ifoda bilinib turadi. Shundaqdimi, Ali Nur singlisining ahvolini tafsiliy so'zladi. U bir o'smirning o'qishsiz qilib, kishilar ishkida xorlanib yurishdek ejinishlik taqdirini da'vatgan chig'ida o'zini orolni tutib o'ltirdi. "Qarang singlim, siz maktabimizning xarakterini rosa tushunmaydigan o'xshaysiz", dedi u tamkin holda. "Biz ota-onasi o'lib ketgan, faqatla qarg'uvchisi yo'q qora yetimlarni olamiz. Singlingizning dadasi tursa, momisi bor ekan, mundaqcha aytganda sharti to'shmaydi." "Anglashimga qaraganda, otasi yoki onasi bor o'quvchilar bor ekan-ku", dedi Ali Nur anglaganlarini isbot keltirib. "Ularni qanday tushunish kerak?" "U degan ayrim ahvol, otasi yoki onasi yo'q holatdimi, beqish, qarash, tarbiyalash iqtidori yo'qlarni ko'rsatadi. Singlimning dadasi miyib tursa, uning beqish tarbiyalash madori bo'lmag'achqa bola beqishga tutib berganda. Mana, qarg'udek sizdek hadisi bor ekan-ku. Men Urumchida o'qiyman. Sizga gap to'shatqini bo'lmag'idek", dedi u inkini salab turib. "Rost gapni qilganda biz miyib bolalarni qabul qilmaymiz. Yetim bo'lgandimi tan durust bo'lish kerak. Bu darul ojiz emas." Ali Nur qancha yelinib yolvurgan bo'lsa-mu, bu odam eriydigandek emas edi. Shunga u qaytib ketib, atsi yana keldi. Bu qitim Nurtay hojimni izlab kelgan edi. Uni topolmadi. Nurtay hojim maktabga aralab kelib qo'ymasa, ko'p vaqtlarda savdo ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Amalsiz qolgan Ali Nur maktab ilmiy mudiri ishxonasiga kirdi. Ilmiy mudirmi 40 ga yaqinlashgan, biroq chiroyidan to'liq yosh ko'rinadigan ilmiy sifat odam edi. U Ali Nurning so'zlarini astoydil anglab bo'lib, sipoyilik bilan mundaq dedi: "O'quvchilar uyushmasidagi Yaqub to'g'ri debdi. Biz miyib bolalarni qabul qilmaymiz. Yana bir tarafdan siz kechikib qopsiz. Hozir degan oktabrning oxiri bo'lib qoldi. Biz o'quvchilarni avgust oyi ichida qabul qilib, muqimdab bo'lamiz. Shu chaqlarda kelgan bo'lsangiz, o'quvchi qabul qilish guruhisidagilar muzokara qilib baqqan bo'ladi. Garchi umid cho'ng bo'lmasa-mu." Ali Nur 3-chi kuni kelganda Nurtay hojimning qo'l telefonining nomeriga ega bo'lib qaytdi. Endi oxirgi qaror singlisini Urumchiga akatmasa bo'lmaydi. Hozir uning o'rta maktabda o'qiydigan chog'lari edi. Lekin u boshlang'ich maktabning bo'sug'usig'imi dassimigan tursa. Ali Nur atsila Muattarxonning oilasiga berib, Ne'mat, Abdusamad ham iri do'stlar bilan ko'rishdi. Muattarxon ig'ir besiq, ko'yimchan, gap so'zlari siliq bo'lib, burun xuy paylidan asarmi qolmagan edi. Uning chek chochlarining ko'kish oqarib qolganligini hisobga olmaganda, ayni yillardagi sin sifati, latofati yanala ko'zga cheliqib turadi. U o'g'li Anzarning ichkariga kirib ketib chiqmaganligini anglab, ko'z yoshi qildi. Burunqi ahmoqchiliklarga o'kinib, bir hazo o'zini aybladi. Ali Nur ketmoqchi bo'lib edi, uningga yo'lliq sovg'atlarni berdi. Lekin Abdusamad Ro'shangul ham bolalar bilan ko'rishib olsin deb uni uyiga ketdi. U yelimi Ne'matning qo'rusida o'ltirib o'tdi. Ular birli ko'chadan aylanib, bir-biriga yetib boradi. Lekin uyda hech kim ko'rinmaydi.
Ali Nurning chiroyidan sezib qolgan Abdusamad: "Ular oldida shundoq deb qo'ydim. Bugun dam olish kuni bo'lg'achqa Ro'shangul ballarni olib cho'ng uyga ketgan" deb kulib qo'ydi. Ular Muattarxonning uyida tamoq yeganlik uchun jo'zini tayyorlamay, mehmonxonadagi divanlarda ro'baro yaqin o'tirishdi. Abdusamadning jiddiylashgan chiroyidan uning muhim bir ishni bilmoqchi bo'lganligi chiqib turadi. "Ali Nur, siz mendan ishimni yoshirmay so'zlab bering", dedi Abdusamad qapoqlarini turib. "Anzar akam to'g'riliq har turli gaplarni anglayman-ku. Bu qandoq gap o'zi?" "Dadamga nima bo'pti? Hech nima bo'lmadi." Ali Nur dadasini setishni xohlamadi. "Nima gaplarni anglagandingiz?" "Degingiz kelmayotdi, ha?" Abdusamad pushundab qo'ydi. "Men sizdan bilmay so'rayotganim yo'q. Shinjon yezigilik mashinlashtirish maktabidan nima uchun chekinganligingiz, oliy maktabga imtihon berish arifasida 14-o'rta maktabdan qandoq sabab bilan imtihonga qatnasha olmaganligingiz, akam bilan Gulnisoning munosabatlariga bilib bo'ldim. Shuncha azob tortib turug'liq, yanala o'sha bag'ritash dadingizni ayayotganligingizni qarang." Ali Nur o'ylanib qoldi. Abdusamadning shuncha ishlarni bilib ketganiga qaraganda, yezilik mashinlashtirish maktabidagi Turg'unjon, Ramilalar xat yozganmidi degan xayolga keldi. Chunki ular Ali Nurning hammashidan xabardor edi. "Men sizga ochiqroq desam", dedi Abdusamad ochiqi bilan. "Gulnisoning qandoq razil xotinga aylanganligi, u sizni pastkash usullarda bo'y egdirmoqchi bo'lganligi, akamning bu ishlarni bilib turib ko'rmasga solganligidan tortib hammadan xabar topdim." Endi yoshirdigan hech nima qolmagan edi. Ali Nur beshidan o'tgan, o'zi cheliq turgan, anglagan, bilganlarini, tortgan azoblarini, dadasining ishki hujjat orqali qarzga bo'g'ib qo'yganligi, ta'tillarda ishlab bir hujjatlik pulni to'laganligi, osh to'q qolgan kunlarini, qisqasi 3 yildan beri sarsonlik ichida yashagan hayotini yig'lab turib so'zladi. Abdusamad anglagan siri olqonlarini o'ylab qizartirdi. Bo'libmi Gulnisoning qizliq ishbat nomusini dafsanda qilgan Natnuri shopir bilan qayta tepishib olib qilgan hayosizliklarini, aksining kechilab yo'qolib ketib kirmaydiganliklari, opsining sharmandachiliklarni ko'rib yoshli g'urur dafsanda qilingan Ahtamning uydan chiqib ketishidek bir qator nomussiz ishbosliklar Abdusamadning g'azab qipini yerivatdi. Shundaqdimi u o'zini besab oldi. "Hammasi tushunishli", dedi Abdusamad ko'zlari qizargan holda. "Akam endi ishga ona xayrxoh ko'zlar bilan qaray olmayman degan edi. U o'chirish yo'li qadam qo'yibdi." "Kimdan o'chanmoqchi? Ishga onadanmi?" "To'g'ri, ular nodonligi, ko'ngligi, mutassiblik tufaylidan oz bo'lmagan savalliklarni o'tkazdi. Lekin pushaymon zardoblarini ichib to'g'ri qildi-ku. Bundaq adovatxo'rlik, qisosxo'rlik, nodonlik, osh ko'nlar bilan zavol topa deb o'ylab ekanman. Kim bilsin, o'z avlodlariga udum bo'lib qolishini. Akamdek saviylik, jamiyat ko'p aralashgan, ko'pni ko'rgan bir ziyoli mush yo'lga mangan ekan. Balalarimizdan qandoq umid kutish kerak?" Ali Nur Abdusamadning so'zlarining tegiga yetolmadi. Dadasining qizini iqtisoddan qisqanligi, uning pulga dum tushganligi, albatta xotiniga qaramasligi, ko'ngli so'g'anlikdan kelib chiqqan fojia. Gulnisoning yomon yo'llariga kirib qolishi, o'zining tabiatining pastligi. Bular qandoqmi ishga onidan o'sh olganlik bo'lsin. Balkim Abdusamad ochiqida shundoq deyotgandi. Bu cho'qim aql bilan emas, balkim hissiyot talviligi orqali chiqarilgan xato xulosa. Abdusamad Ali Nurning tushunchalarini anglab, dimig'ini qoqdi-da, zahardek ochiq kuldi. Ham keyinchi tushunib qolasiz singlim deyish bilan kifoyalandi.
Ali Nur mangmoqchi bo'lib edi. U qo'pmang degandek qo'l ishorasi qilib, bo'lingdiki ancha cho'ng bo'lmagan bexatarlik sanduqini ochib, ikki bog'lam pulni jo'ziga qo'ydi. Bu 20 ming so'm. Mehmonxonaning bu yilgi kirimidan akamga taalluq bo'lgani, dedi Abdusamad jiddiy holda. Uning javobini o'zim beraman. Buning bilan siz qarzlaringizni ham o'qishingizni hal qiling. Kechiring Abdusamad aka. Bu pul dadamning ekan, hargiz olmayman. Ali Nur pulni nerittirib qo'ydi. U anglasa ochiq yutib o'lib ketishi mumkin. Ahmoq qiz. Varqiradi Abdusamad. Dadangizni yanini tushunmaydi ekansiz. U pul uchun bunday razilliklarni qilgan emas. Shunday bo'lgan taqdirdami, uning pulini ishlatmayman. Dadamning vujudini yirtib etib, o'z nomimda qilib berishimning sababimi, uni qarzdan ado qilib, 2800 so'mni o'zim to'lash uchun edi. Men uni ishlab topaman. Undaq ahmoqlik qilmasanglar. Siz uning ko'z ochib ko'rgan tunji farzandi. Qurib ketsin undaq ota-bolalik. Deb beqni. Qandaq ota o'z tanidan bo'lgan farzandini yor bo'yiga so'rab kelib tomosha qiladi. Ali Nur hayajon ochiqida titramoqda edi. Ajiza qizning pig'onliq yig'inlarini, zaif ingrashlarini, ochliq girdobida nolik qilishlarini, go'yo shodlik naqsidek huzurlanib anglaydigan ota emas, balki qabohat mal'un. O'ylab ko'ring Abdusamad aka. Mush pullarda dadam salgan xo'rliqlarni yuyib tozalashga qurbi yetami? Agar shu chaqlarda amansizlikdan yomon yo'lga kirib ketgan bo'lsam, buning o'lani kimga? U chaqda Ansarning Gulsumxondan o'chirish maqsadiga yetib, qisos bilan to'lgan qalbi orom topatdi degan o'y Abdusamadning ko'nglidan kechdi. Ah xudo. Qo'rsaqlarim ashxonlarning issiqqan turxunlariga ta'mirganlarim, xo'jayinlarning ko'zlariga qarab andishchida yashaganlarim, dadamning maktab kirgizish yilisiga oldinib tanlik tortganlarim, ko'msadigan buzuq dadamdan ololmagan dardini mendan elib ayriskanchaklarga akkirganlari. Ali Nur teliqib bo'g'ilib yig'lamoqda edi. Shunamsiz Abdusamad aka, kichkina bir qizning tasavvuriga sig'mig'idek kashmishlarni beshidan o'tkazganligiga birog'i zodi kim sababchi? Bu sizga ayon. Bu pulni zodi olmamsiz? Abdusamad lastada bo'lib qoldi. Ang bo'lmasa 3000 so'mni elib maktabning pulini to'lab eting. Xap bo'lmang Abdusamad aka. Ali Nur jo'zadagi pulga qaramadi. Siz zahar bergan bo'lsangiz, ishchiman. Biroq dadamning pulini hargiz olmayman. Abdusamad bexatarlik sanduqidan bir bog'lam pulni akilib, Ali Nurning so'mkasiga ochiq bilan selib qo'ydi. Bu 2000 so'm pulni yo'lda xarajat qiling. Xotirjam bo'ling, bu o'zimning puli, dadamizning emas. Abdusamad sal xafa bo'ldi. Yoki buni olmamsiz? Rahmat Abdusamad aka. Ali Nur Abdusamadga esilib boshqadan yig'lavatdi. Siz burundimmi? Himmat qo'lingizni so'zg'achqa, men yaxshi o'qiyolmagan. Ali Nur Abdusamad bilan xo'shlashib qaytib chiqdi. U cho'ng yo'lga chiqqandan keyin minibus bilan daryo bo'yi ko'chasiga yurib ketdi. Anglavatqaninglar Biliq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ali Nur Samus Munirani Urumchiga akalgandan keyin Yan'an ko'chasidan bir eg'iz uyni ijaraga olib o'ltirdi. Ham qozon cho'mich, osh taxta, to'q o'choq degandek bir qo'lliq saramjonlarni setib olib, tomoqni uyda qilib oldi. Ali Nur ishdan qaytib kelib, o'ttir kechigacha singlisiga xat yozishni o'rgatdi. Elipadan topshiriq beradi. Munira hadisi ishqi ketgandan keyin atdigandan tushgacha topshiriq ishlash, xat ko'chirish, o'g'inish, hisob ishlashda kundalik mashg'ulotni boshlaydi. Tushga yaqin ko'ktatlarni adolab, gurish dumlab qo'yadi.
Alinur kelibla tamoqni pushirib yeydi-da, singlisiga elipədin yoki hisobdan 1-2 bat vazifa berib, yana ishqa mang'atdi. Kashti qaytib kelganda bo'lsa, singlisidan dars so'rab imtihon olatdi. Ularning turmushi ana shundoq choq balakdek bir xilda aylanib, ritmga tushib qolgan edi. Lekin dam elish kunlari ikkisi chiroyli yasinib, Fazilat doktorining uyiga mehmon bo'lishqini baratdi. Ham 3 qiz birlashib, tozliq ishlariga kirishib ketadi. Alinur Abdusamat bergan 2000 so'm pulni Xinjiang yezigilik mashinlashtirish maktabiga olib berishga qancha tamshilib baqqan bo'lsa-mu, vaqt chiqara olmadi. Bir kuni g'o'jador qiz hamma mulozim qizlarni yig'ib chaqirib yig'in ochdi. Bu yerda bosh direktor Raydin apandim bor edi. "Qaysinglar burun tamoq etib baqqan?" so'radi g'o'jador qiz. "Ochiqroq desam bilangman, manta, sam bo'lsa, ugra, chuchur ximirlarini yo'g'irib baqqanlar bormi?" Dastlabda bir muncha qizlar qo'l ko'targan bo'lsa-mu, g'o'jadorning keyingi so'zlarini anglab, ko'plari qo'llarini tushirib oldi. Lekin Alinur qo'lini tushirmay turardi. G'o'jador qiz uningga "Qani daqiqin" degandek ishora qildi. "Men 6 yoshimdan boshlab tamoq etgan, har qanday ximirni yo'g'ira olayman." Alinurning bu so'zidan hammasi kulishib ketdi. "Bu o'ynashadigan gap emas", dedi direktor Raydin. "Urumchida ishchi xizmatchilar ko'p son egallaydi. Uning ustiga tushda tamoq etib yeyish odatga aylangan, ammo vaqt yer bermaydi. Shunlashqa tayyor pilta ximir sotish mulozimatini yo'l qo'ymoqchi. Bu ximir shundoq yo'g'irilishi kerakki, uni to'nglatqiq selib qo'yib, kechiktirib ishlatishga bo'ladigan. Langman, manpar, qo'ldami tamoqlarga universal bo'lish kerak. Bu xizmat polkay turib mosatishga o'xshamaydi." G'o'jador kontr tushundirdi. "Bu kuch talab qiladigan ish, shunga maosh farqli beriladi. Ham ishchi xizmatchi kadrlarga o'xshash soat 5:30 da xizmatdan tushadi." Polkayda o'ltirib qo'pib, erkin ish tizimiga ko'nib qolgan qizlar birdala jimib qoldi. Lekin xizmatdan tushish vaqti ham maoshining yuqorligini anglagan Alinur o'rnidan dast turdi. "Men qilaman. Agar hududdan chiqolmasam, meni qanday qarash qilsangiz fikrim yo'q." Yangi tug'ilgan mo'zay yo'lvasdan qo'rqmagandek, Alinur pilt ximir tayyorlash bo'limida yolg'iz ishlashga boshladi. Bir qitimda 10-15 kilogram unni ximir qilib, uni aylash, o'xshash cho'nliqda kesib, maylab, suya xaltalarga qachilash intayin og'ir emgak edi. Yana bir tarafdan langman, cho'jira, o'gir ximirlarining qo'shadigan xuruji, suyi, tuzi ham qattiq yumshoqligi o'xshamag'ashqa ayrim holda yo'g'irlatdi. Alinur peshtamni tartib, yanglarini jaynaklariga turib, ximir ayligini tursa, osh taxtalarni g'ijirlab ketadi. Peshona, yuz bo'yinlardan oqqan tarni lo'ngida surtib ulgurtalmaydi. Dastlabda polkayga silingan pilt ximir ancha setilmadi. Ham ishlatgan xaridorlarimo sal qattiqroq yo'g'rilib qopdi. So'zilmadi, tuzi kammi nima? Üzülüp xap qildi degandek fikrlarni qilishdi. Bir kuni Raydin direktor pilt ximir tayyorlash bo'limiga kirdi. U hadab ximir aylayotgan Alinurning tarlab ketgan yuzlariga qaradi. "Xaridorlarning fikri bor. Agar hududdan chiqolmasangiz, men sirtdan odam taklif qilaman", dedi direktor qopqini turgan holda. "Qandoq bo'lamdi?" "Men texi yaxshi o'ginay. Buningdan keyin xaridorlar rozi bo'g'dek qilish kapolatli qilaman." "Qani, yana bir haftada ko'rib boqali." Raydin osh taxtidagi ximirga barmoqini patirib baxdi. "Sal qattiqmi nima?" "Yana suv yegizaman." Alinur sal duduqladi. "Biroq Raydinka, pilt ximir setilmasa odamning ko'ngli bir qism bo'lib qoldi ekan." "Ahmoq qiz, siz nimani bilasiz?" Raydin miyiqqida ko'ldi. "Xalq hozircha odatlanmadi, keyincha ulgurtolmaysiz."
Direktorning odam taklif qilaman degan so'zidan ansirab qolgan Olinur shu kuni ishdan tushibla Sanshxonzadagi tunganlarning shaxsiy oshxonalariga bordi. Tungan ayollari cho'ng bosarga pilt qilib olgan qimirlarini bir necha kun ishlatalaydi. U qanchalik unga qanchalik suv, tuz qatorliq narsalar ketadiganligi, suv yeydigan, suv yemaydigan ularni qandoq farqlantirish degandek ishlarni bilib oldi. Olinur bir necha qatim tungan oshxonalariga berib, kechalab o'rganganlarining ajrini ko'rdi. Pilt ximirining bozori kundan kunga eshib mengvatadi. Bundan memnun bo'lgan direktor uningga shogird tarbiyalash uchun ikki qizni qo'shib berdi. Olinur 300 so'm maosh, har oydagi 50 so'm mukofotga chin ko'nglidan memnun bo'lgan bo'lsa-mu, uni qavatli xushal qilib atgani oliy maktablarda yo'lga qo'yilgan kash kurslarda o'qish fursati yaralganligi edi. Chunki u har kuni kadrlarga o'xshashla soat 5:20 da ishdan tushadi. Shundaqla shogirdlarni uning qo'lini xelali suvitib qo'ymoqda edi. Xuddi yetimning otasi yetdi degandek Turg'unjon, Aqsuli xo'jayin, Rahimjon oshpaz, Muharrir Yalqun, Raydin direktor ham fazilat doktorlarining qanot yepishi bilan Olinur oxiri hayot yo'lini topgan edi. Yanvarning sovuq bir kuni qor bahor chechaklaridek larzon laylishib, erinchaklik bilan yer betiga qo'nmoqda edi. Olinur Shinjang universitet qarmog'ida ochilgan Oltin nur tarbiyalash markazi ingliz tili sinifiga tizimlatish uchun bordi. U o'quvchi qabul qilish ishxonasiga kirish bilan bosh cho'kirib xat yozayotgan bir yigitni ko'rdi-da, bo'sug'ida to'xtab qoldi. Nafsi bo'g'ilgandek bo'lib, ko'zlariga ishonmadi. So'g'uqda ishni nima uchun o'chiratdingiz? Yigit beshini ko'tiribla o'rnidan chashirib turib ketdi. "Voy, siz onamurg'u, keling, o'tiring. Tova, tushiramaslar?" Olinur xizmat ustuli oldidagi o'rindiqqa kelib o'ltirib, qizarganicha yigitga tikildi. Yaltirab turgan chashirini bir yonga taragan, oq suzuk yuzi, hatto qop-qora qoshlaridimi bir xil samimiylik nurlari chaqnab turgan bu xushxuy yigit Baxtiyor edi. U Shinjang yezigilik mashinlashtirish maktabidan Xi'an chet el tili universitetiga o'qishga ketgandan keyin Olinur xeyli vaqtlargacha unuta olmagan edi. Ammo o'zining iqbol taqdirining nim bo'lib ketishiga ko'zi yetmagachgami, Baxtiyorning yozgan xatiga javob yozmadi. "Siz Rasul Olinurmi? Ha?" Tasoddifiy uchrashishdan hayajonlangan Baxtiyorning ko'zlari chaqnab ketdi. "Zodir ishonmay turman. Gapingizni qarang, men bo'lmay kim?" Olinur qizirib yerga qaradi. "Qachondan beri bu yerda ishlayapsiz?" "Oltin nur tarbiyalash markazi rahbarligi meni taklif qilib ishlatyapti. Ingliz tilida dars o'taman. Xi'anda TOEFL imtihon bergandan keyin qaytib kelgan edim. Unig'imi 3 oy bo'lib qopti. Ha, sizchi?" "Men Umid asbirlik cheklik shirkatida ishlayapman. Bu yerga ingliz tili sinfiga tizimni paydab kelgan edim." "Siz nima degan qattiq irodalik? Ishlab etibmi, o'qimoqchi bo'libsiz-da? Siz bu yerda muallim ekansiz, yordam qilasiz? Pulni so'rash ketamdi." Baxtiyor Olinurdan ko'z uzmaydi. "Yaqinda 2 qator sinf o'qish bitirdi. Qabul qilganimizga 1 oy bo'lib, yana 3 sinf bor. Shularning birida o'qing, kechikib qolibsiz, lekin sizning yetishib ketishingizga ishonaman." "Kechikib qolish mening peshonamga putilgan o'xshaydi." Olinurning 14-o'rta maktab va yezigilik mashinlashtirish maktablariga kirgan kunlari ko'nglidan kechdi. "Yarim yillik o'qish rasmiyat haqqini hozirla to'lab o'taymi?" "Zarurat yo'q. Hozir chiqib o'qiyvering." "Undaqda o'qimayman." "Sizni-za." Baxtiyor sal chechilib qoldi. "Menda boshqa g'ayriy maqsad yo'q. Hozir o'qitayotgan bolalar Urumchi noyisining ma'lum kentida qurilmoqchi bo'lgan bir oliy maktabga yo'tkirish ehtimoli bor. Lekin qachon ekanligi aniq emas.
Pulni to'lab bo'lgandan keyin ish o'rningizdan ayrilamay qolsangiz o'zingizga ziyon. Undaqda kurs oxirida to'lasam bo'lamda? Men shu ishni rahbarlik bilan so'zlashiman. Ular qo'shilarmi? Men o'zimga ishonmasam, bundaq demayman. Alinur kelmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. Baxtiyari uning bilan uzoqroq paranglashqisi bo'lsa-mu, tunji qatimdala uni bezar qilib qo'yishdan qo'rqdi. Shunga o'rlab turgan hayojonini besab oldi. Alinur kashti kelib, Baxtiyorning yordami bilan sinfga o'rinlashdi. U shu kundan boshlab shirkatda ishlash, singlisini o'zi o'qitish, kash kurs qatnashdek aldirash hayotini boshlavatdi. Uning yuki eg'irlashib ketgan bo'lsa-mu, yanada xushal edi. Ammo soat, minutlarni shunchalik yugallab oldiki, biror daqiqaning behud o'tib ketishiga yo'l qo'ymadi. Bir kuni Alinur ishdan tushish orliqida g'o'jador qiz hamma mol sotquchi, mulozimatchi xodimlarga 10 minut televizor ko'ramiz deb uqtirdi. Ularning hammasi chaqqongina majlis zaliga yig'ilishdi. Hozir televizorda, dedi g'o'jador qiz soatiga qarab qo'yib. Xaroyin atkazchilariga qattiq zarb berish yuzasidan ochilgan ochiq sudning amaliy ahvolini ko'rsatdi. Bu hammamiz uchun muhim ahamiyatga ega. Kasbiy o'rganish vaqtida ta'sirotimizni so'zlaymiz. Televizorni ochib uzun o'tmayla, odam bilan liq to'lgan cho'ng klub, sahna ustiga esilgan plakat, pastda maydonlarga taxta esilgan ayol jinoyatchilar, ularning orqasida rad tizilgan qurolli soqchilar tik turgan ko'rinish namoyon bo'ldi. Baş sudchi kimning jinoyatini o'qisa, uning orqasidagi soqchi mazkur jinoyatchining chechidan tortib yuzini ommaga qaratdi. Bu asnoda jinoyatchilarning maydizdagi taxtini ekranga yaqin akilib cho'ngaytib ko'rsatdi. Xaroyin yo'tkab setish bosh jinoyatchisi Matnuri Ahmad degan taxtiga qizilchilik urilgan edi. Uning yenidagi do'ng'ib turgan ayolning cho'g'ilgan chochlari taxtini yepib olg'ashqami, hidi aniq ko'rinmadi. Ularning gajgisini besib turg'ashqa yuzini farq etgili bo'lmaydi. Bu asnoda bosh sudchi Janubiy Shinjang orliqida qatnab xaroyin atkazchilarini ta'minlagan bosh jinoyatchi Matnuri Ahtamga o'lim jazosi berildi deyish bilan orqadagi qurolliq harbiy uning beshini qayirib ko'rsatishi Alinurning yuragi og'ziga tiqilib nafas ola olmay qoldi. U Matnuri shofir edi. Uning orqasidan oshxonasining qulaylik sharoitidan foydalanib, boshqalarning xaroyinlarini saqlab, yurish-turish jinoyati sodir qilgan Gulnisa Deminga muddatsiz qamoq jazosi berildi degan jarangliq ovoz anglanishi bilan Gulnisaning yuzi ko'pchilik ko'rsatildi. Alinur varqiravatgala tasli qoldida og'zini tutib oldi. Quloq tuvidan eg'iz javg'igichi tortilgan qip-qizil tartuq uning kim ekanligini aniq ko'rsatib turardi. Alinur televizordagi xabar tuvishi bilan o'zini taloga otdi. U dahshatli qo'rqib ketgan edi. Agar osh uyda turavergan bo'lsa, bu falokatlar uningga yo'qmay qolarmidi? Gulnisa o'ch erish uchun bo'lsa-mu, uni qasddan baloga tiqishdan yanmaydi. Bu zinaxo'rlar oxir berib o'zining putiga o'zi palto urishdi. Furqati Muhammadda kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladigan uning mukofotini ko'rdi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladigan uning jazosini tortdi deyilgan. Matnuri bilan Gulnisaning qilmagan askarlik qolmagan edi. Mana endi Xudo ularning ko'zlariga ko'rsatdi. Alinurga bu chaqqicha mavhum sir bo'lib qolgan Matnuri ham Gulnisaning heliqini pul qilish osonga tushmadi. Dakki-dukkida jinim tumishqimga keldi. Heliqlar ichkirdan yana akapto deb shivirlashgan tepishmoqlari yeshilgandek bo'ldi. Televizordagi ko'rinishlar necha kungacha Alinurning ko'z oldidan ketmadi. Yanvarning oxirgi kunlari bo'lg'ashqimi rosa qattiq qor sovuq bo'lib o'tdi.
Ali Nur dam elish kuni Xinjiang yezigilik mashinlashtirish maktabiga boradi. Uning 2000 so'm bo'lsimi to'lab qarzni yengiltish o'yi bor edi. Ammo buxgalteriya bo'limining boshlig'i kulib ketdi-da. Bir bo'lsa to'layolmay maktabdan chekinsiz, amdiza qo'sh-qo'shlab to'lamoqchimisiz? dedi. Ali Nur hech nimani anqirolmay tengirqab turib qoldi. 2 oy bo'lib qoldi-ku deyman. G'o'jidagi akinglar singlimning o'qish puli deb 2800 so'm pul avatib ekan. Sizning xabaringiz yo'q ekan-da. Abdusamat akamma? Shu, ismi yodimdan chiqib qopti. Boshliq tartmidan bir parcha qog'ozni elib Ali Nurga sundi. Endi bu hujjatingizni yirtib olsangiz bo'ladi. Ali Nur na xushal bo'lishni, na xafa bo'lishni bilmay qaytib ketdi. Japokash qizning umid hasadorlik cheklik shirkatidagi kunlari yanala aldirashchilik ichida o'tmoqda. Barliq kuch-qudratini chiqarib ishlab, zehniyati bilan o'qish, qaytirqinib singlisining savodini chiqarish ham bir uyning halakchiligida fevral oylarimi kirib qoldi. Oltindur tarbiyalash markazidagi Baxtiyor muallim bir kashligi kash kursidagilarning qaytishini kutib, universitet darvozasi oldida turardi. Havo xelin sovuq edi. Uchtash tarafdan urilayotgan zahardek shamol quloq, burunlarni hardek chiqib, ko'zlarni yoshga to'ldirardi. Baxtiyor qora xurum paltosining yaqinlarini o'ridab, enak ustidan tugmaladi. Qo'lining barmoq ushlari xurum palay ichida turibmi, chimildab etishib turardi. U Ali Nurni ko'ribla oldiga bordi. Ham sal uduqqandek bo'lib, Ali Nur, biror oshxonaga kirib tamoq yesak bo'ladimi? dedi. Kechiring Baxtiyor, uyda singlim dars takrorlab qolgan. Berib topshiriqlarini tekshirmsam bo'lmaydi. Ali Nur Baxtiyorning chiroyiga qarab ikkilanib qoldi. Keyinchi bo'lsa bo'ladimi? Ko'p ayol bo'lmaysiz. Sizga deydigan muhim xabar bor edi. Tanglikda qolgan Ali Nur xabarga qiziqib qolgan edi. Ular universitet oldidagi kichik oshxonaga kirib, cho'chirib buyuratdi. Tamoq kelib bo'lguncha Baxtiyor gapini na'dan boshlashni bilmay, qizirib, holrang tusga kirdi. Uning holatini sezib o'tirgan Ali Nur gapni o'zi boshlab berdi. Sizning muhim xabaringiz sukut bilan qizirib o'tirishmidi? Qani demamsiz? Bu mundaq bir xush xabar bor edi. Qarang. Baxtiyor yerini qirib qo'yib so'zini boshladi. Urumchi noyisining ma'lum rayonida Jo'ng'ar neft guruhi tomonidan selingan bir yurish universal binolari bor edi. Uning atrofi intayin manzirlik bo'lib, havo saf, muhit tinch, aslihalari to'liq, o'quvchilarning bilim olish uchun sharoiti qulaylik oliy maktab bo'la oladi. Shunga Jo'ng'ar neft guruhidagilar Oltinur tarbiyalash markazini qurg'uvchilar bilan kelishim hosil qilib, ularning barliq qaror o'quvchilarini ham xilma-xil sabablar bilan oliy maktabga kira olmagan har qaysi millat bolalarini qabul qilib, G'arbi diyor millatlar institutini qurishni planlab qarorlashtirdi. Yaqinda ular Baxtiyorni bu maktabning ingliz tili fakultetining mudirligiga taklif qilishdi. Hozir Jo'ng'ar neft guruhi ham Oltinur tarbiyalash markazidagi mas'ul kishilar mushning rasmiyatlarini yuqori organlar bilan so'zlashib bejiryapti, dedi Baxtiyor xushalligini yo'shira olmay. Sizning oliy maktablarda o'qish orzungiz qanidi? Bu haqiqatan odamning hayajon sog'ida xabar ekan. Ali Nur chinisidagi cho'chiriga qarab xazinasi. Shunga obdanroq ishlab o'qishga tayyorlik qilmasam bo'lmag'idek. Xo'sh xabarni anglab bo'lgan Ali Nur cho'chirini ichib bo'lib maqmoqchi bo'lib edi. Baxtiyor yana o'nsiq kavob buyurtdi. Baxtiyorning qizirib, tatirib, g'uduqishlaridan dam-dam ko'zlarini elib qaytishlaridan uning yana qandaqdir xabarni deyolmayotganligi aniqlab turardi. Bu chaqqichimi Baxtiyorning ingliz tili darsi o'tib etib, kulimsirab qo'yishi, Ali Nurning atrofini cho'rgilab ketolmay, ba'zi so'zlarning qo'sh ma'nolarini tushuntirib ketishlari, uning ingliz tili talaffuzini maqtashlari,
ishxonasiga chaqirib o'rganish ahvolini surishchi qilishlari kursantlarni gumonga solib qo'ygan edi. Shunga ba'zi qisir kiyikdek diqrab qolgan cho'kan saboqdoshlari chaqchaq qilib, Alinur inglizcha kurs qatnashmasangizmi keyinchi o'rganib ketkidaksiz deydi. Endi Alinur, men uzun bo'ldi. Qani kavob so'p qolmasin elingga. Baxtiyorga asosiy xabarni yetkazish ta'skili vatadi. Men sizga Shianda turgan yarim yil ichida 9 parcha xat yozdim. Birigimi javob ola olmadim. Qaytib kelibla maktabga borsam, sizni yoziq ta'tilda chekinib ketgan deyishdi. Urumchida izdimigan, surishti qilmagan yerlarim qolmadi. Mush maktabga sizni izlab kelib muallim bo'lib qoldim. Texi g'uljiga berib izlash niyatim bor edi. Angacha xuddi yo'qolgan go'hrimni qayta tepib olgandek, sizni men Xudoyim yetkazib berdi. Alinur, men sizning bir ig'iz gapingizga tashna. Alinur birdilla qizirib yerga qaradi. Yo'q deyishga tili bormadi. Baxtiyorning bilim jihatdagi iqtidorini so'zlamagandimi, u har qanday latofatli qiz yaxshi ko'rib qolgudek o'pdan yigit. Tamaka aroq deganlarni eg'izga olmaydi. Davomli o'rganatdi, izlanatdi. Alinurmo uning bilan tanishgandan beri hurmat tuyg'usidan boshqa uni ko'rsala butun tini o't olgandek bo'lib, qosh ko'tarib qarayolmaydigan bir xil sirliq talpinish uni bearam qilatdi. Ham ko'ngil sarayini yurak toliq bir chiroq villida yo'ritgandek shirin hislarga cho'milatdi. Baxtiyor, men o'yinni paqay bo'lamdi, dedi Alinur beshini ko'tarmay. Meni qistamang. O'ylanishingizning cheki bormidi? Yana necha yil? Qancha oylar ketdi? Chashlar oqirib, tishlar sarg'aygacha. Alinur kulib-atdi. Saqlay olamsiz? Samimiy kulimsirishingizdan sadaqasi uchun bo'lsa-mu, ballarim pukilib, ko'z go'harlarim to'kilgich saqlayman. Alinur Baxtiyor bilan xo'shishib yo'lda kelguncha o'zini deb berolmaydigan bir xil tuyg'u ichida badallari o't bo'lib yonatdi. Uning yumloq ko'zlari qizirib, nuroniy ko'zlarida ushqunlar javlon qilatdi. Ikki qator yo'rib turgan ko'cha chiroqlari uningga jilmayib kulayotgandek, o'tishib turgan yo'lovchilarmo uni tabriklab salom berayotgandek tuyulatdi. Mana bu qisman xotirjam hayotga erishgan ko'ngilning tunji tavrilishi edi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.